Ming bor uzr aka. Men e'tiborsiz bo'lib qolman. Haligi mashinangizni o'zim tozalab beraman. To'g'risi, oldingizda nima desam, noqulay vaziyatdaman. Necha marta qilma desa ham qilaveradi. Hali sho'xda. Hech qisi yo'q. Hozir 1 daqiqa. Mana bu senga. Olaver. Rahmat amaki. Ha, mashinangiz eng so'nggi markadagi mashina ekan-a? Shunaqa. Agar menda ham shunaqa mashina bo'lganida, har kuni yuvib haydagan bo'lardim. Havasdan-da, aka. Xudo xohlasa, sizda bundan ham yaxshisi bo'ladi. Mayli, rahmat. Biz bora qolamiz-a? Qani ketdik? Menga ham Alloh farzand bersaydi, har kuni aylantirishga olib chiqqan bo'lardim.